Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar, aziz tomoshabinlar. Dasturlarimizni ochiq muloqot eshittirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Siz uchun ajoyib imkoniyat daqiqalari ham radioda tinglab, ham Oynai Jahon orqali bizni kuzatishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq va dolzarb. Studiyamizga mehmonlarimiz bor, ularni tanishtirib o'tsam, bugun psixologlarni taklif etganmiz. Dilafruz Yovqochdiyeva, Surayyo Xurramova, Adiba Rajabova, Erala Nurmatov hamda Ahmed Rahimqulovlar bo'lishyapti. Avvalo assalomu alaykum, xush kelibsizlar studiyamizga. Aziz tinglovchilar, qadrli tomoshabinlar, mavzu juda ham qiziqarli dedik. Agar sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol studiyamiz telefon raqamlari 75 kod 221 1030. Qo'ng'iroqni amalga oshiring, o'zingizni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar orqali javob olishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda o'smir davridagi psixologik jarayonlar haqida so'z yuritamiz. Bu bilasizmi, Dilafruzxon, juda ko'plab ota-onalarning farzand tarbiyasidagi bir og'riqli muammolarida bu o'zi aslida qanday jarayon va bu necha yoshdan boshlanadi va bu borada bugun har bir xonadonda qizlar, o'g'il bolalar ulg'ayapti. Ularga qanaqa bir yondashuvlar kerak? Psixolog sifatida mana shu mavzu haqida so'z yuritsak, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun mana juda ham bir dolzarb mavzu, hayotiy faoliyatimizda muhim bo'lgan bir mavzu yuzasidan savol berdingiz. Darhaqiqat o'smirlik masalasi nafaqat psixologlarni, balki bugungi kundagi ota-onalarni, pedagoglarni, jamiyatdagi har bir insonni o'ylantiradigan bir masala desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki psixologik til bilan aytganda o'smirlik davrini o'tish davri, krizis davri, o'ziga xos bir muammoli davr, qiyin davr sifatida adabiyotlarda e'tirof etiladi. Shuningdek, mana kimniki agar farzandi bo'ladigan bo'lsa, ularning o'smirlik davrini kuzatadigan bo'lsa, bu o'sha davr alohida bir e'tiborga muhtoj bo'lgan, ehtiyojmand bo'lgan yoki alohida muloqotni o'ziga bir xohlaydigan bir davr bo'ladiki, oilada o'smir yoshli bola bo'lgan oila bu juda ham e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan va o'ziga xos bir davrni, o'ziga xos jarayonlarni boshdan kechirayotgan bir farzand ulg'ayotgan bir xonadon hisoblanadi. Shu o'rinda mana bugungi kunda maktablarimizda o'smir yoshdagi bolalarimizni ta'lim tarbiyasi, ularning darslarga nisbatan qiziqishlari yoki tengdoshlari bilan munosabatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilyapti va ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlarimizning kuzatilishicha, albatta o'smirlik yoshi ma'lum bir fiziologik o'sish jarayoni va bu joyda psixologik o'zgarishlar bilan ruhiy nomutanosibliklarning, ruhiy bir tug'yonlarning yuzaga kelish davri bilan izohlanadi. Shuningdek, mana yosh davrlar psixologiyasida o'smirlik yoshini o'zi mana Vygotsky ta'limotida, Ivanov ta'limotida 11-15 yosh deb belgilangan bo'lishiga qaramasdan, bugungi kunda biz global jadal rivojlanish davrida yashayapmiz va bu nafaqat o'smirni ma'naviyatiga, psixologiyasiga tashqi ta'sirotlar uning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Aytaylik, o'sha iqlim, uning o'sha axborotlarning olishi, bilim darajasi, ijtimoiy ta'minlanganligi, bularning hammasi o'smirning rivojlanishiga ta'sir qiladi va bevosita bugun erta assimilyatsiya holati yuzaga kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu qanday holat? Bu o'smirlikning erta rivojlanishi. Ya'ni bola ongi, psixologiyasida erta rivojlanish yuzaga kelishi. Ya'ni biz ochiq axborotlar manbai bilan ta'minlangan davrda yashayapmiz. Bu manbalar ruhiyatga ta'sir qiladi va bolajonimizda erta o'smirlik, bu hattoki 9 yoshda ham boshlanishi mumkin ekan. Bu jarayon jadallashganligini kuzatishimiz mumkin va xuddi shuningdek ilmiy tahlil qilinganda ba'zi bir o'sha gormonal yetishmovchilik yoki o'sha ayrim yetishmovchiliklar yoki ba'zi bir muammolar sababli o'smirlikning kechikishi ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bolamizning yoshi 17 yoshga boryapti, lekin hali unda ulg'ayish alomatlari sezilmayapti. Bu o'smirlikning kechikishiga ham misol bo'la oladi. Umuman olganda bu o'smirlik masalasi har bir davr uchun muhim hisoblangan masalalardan biri hisoblanadi. To'g'ri aytib
o'tdingiz. Haqiqatdan o'smirlik bu shaxs rivojining eng murakkab bosqichlaridan biri hisoblanadi. Biz endi kasbimiz sabab juda ko'plab insonlar bilan suhbatga kirishganimizda shunday e'tirozlarni ham eshitamizda. Mening farzandim mana shu balog'at yoshiga yetganda o'zgarib qoldi, gapimga kirmayapti, asablari tarang, injiq bo'lib qoldi deydi-da. Endi mana shu borada ham albatta ota-onalarga biroz nima deydi, tajriba ham yetishmayotgandek nazarimda. Shunday emasmi? Albatta shunday. Bugungi kunda o'sha o'smirlar bilan bo'ladigan munosabatlarda o'sha o'tish yosh davrlar ichida eng dolzarb davr bu o'smirlik davri hisoblanadi. Bu har bir o'g'ilda ham, har bir qizda ham kuzatiladi. Buni tabiiy hol deb qabul qilishimiz kerak. Ota-onalardan shu narsani ko'proq xohlagan bo'lardikki, mana shu davrda farzandlar bilan ko'proq do'stona munosabatda bo'lishlari va ular bilan do'stona munosabatda suhbatlashishlari kerakligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Chunki bu davrda o'sha farzandlarimiz ko'chadan kechib kelgan holatda ham o'shani dakki bermasdan uni do'stona qabul qilib, u bilan birgalikda suhbat qurib, o'sha jarayonda uni nima bezovta qilayotganligini yoki qanday muammolar qiynayotganligini u bilan do'st sifatida suhbatlashib aniqlik kiritib olishimiz va unga birdan to'g'ri shunga munosabat bildirmasdan uni yaqinlari orqali yoki unga ma'naviy ozuqa bergan holatda bu davrni boshdan kechirishga yelkadosh bo'lib hissamizni qo'shishimiz kerak. Juda ham muhim davr hisoblanadi bu davr. O'sha har bir bola bu davrda qandaydir ko'proq to'siqlar, boshqa davrga nisbatan ko'proq to'siqlarga uchraydi. Va shunda qizlarimiz bilan ayniqsa onalari ko'proq do'st, sirdosh, dugona sifatida suhbatlashsa, o'sha har bitta muammoga asta-sekin yechim topib berisha oladi. Rahmat. Bizni kuzatib turgan, tomosha qilib turgan, tinglab turganlarga savol bor. Adashmasam, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ajoyib mavzuni olib chiqibsiz. Buning uchun sizga rahmat. Rahmat, savol bor, adashmasam, marhamat. Albatta savolim bor. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning doimiy manziliga aylanib borayotgani hech birimizga sir emas. Ijtimoiy tarmoqlarning o'tish davrida o'smirlarga ijobiy va salbiy jihatlari haqida so'zlab bersangiz, juda ham xursand bo'lardim. Rahmat, ajoyib savol uchun marhamat. Javob beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli televideniya qatnashchilari. Qarang, hozirgi ota-onalarga shunday murojaat qilardimki, o'smirlik davri inqiroz davri hisoblanadi. Bu davr o'smirlik davri ko'proq o'spirinlarga ko'proq qiyos qiladi-da. O'sha o'smirin davriga kelgan o'quvchilarimizga, ya'ni o'g'illarimizga, qizlarimizga bo'ladigan murojaatim shundan iboratki, ularni bo'sh vaqtini ko'proq nimadir, kimdir kasbga, kimdir ilmga chanqoq bo'ladi-da. O'shaning uchun ota-onalarimiz ularni qandaydir loyaqatiga qarab, qiziqishiga qarab turib yo'llashimiz kerak-da. Hozir yuqorida juda ham chiroyli fikrlar bildirdi. Uni yana qayta aytishimiz joiz deb bilmayman. Agar kimdir qaysidir kasbga qiziqsa, kimdir ota-onalar aytishadiki, yo'q, sen oliy ta'limga topshirishing kerak deb majburlaydi. U o'smirlik davriga keyin nima paydo bo'ladi? Inqiroz davri paydo bo'ladi. O'smirlik davri 12 yoshdan o'zi boshlanib ketyapti-da. Ular kimga tengdoshlariga havas qiladi, o'zidan katta o'spirinlarga havas qiladi. O'shaning uchun ularga to'g'ri yo'l ko'rsatsak, ular kerak bo'lsa, xudo xohlasa jamiyatga o'zlarining o'rnini topib keta oladi deb o'ylayman. Faqat biz ota-onalar ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Agar bolangiz oliy ta'limga qiziqyaptimi, o'shanga yo'l bering. Yoki kasbga qiziqyaptimi, kasbga yo'l bering. O'shanda siz o'zingiz kerakli insonni topa olasiz deb o'ylayman. To'g'ri aytib o'tdingiz. Haqiqatan bugungi kunda ayrim oilalarda kuzatiladi bu holat. Ota-onalar o'zlari istagan soha egasi bo'lishini istashadi, farzandlarni ham majburlashadi. Avvalo o'sha farzandni o'zini qiziqishi bilan qiziqib ko'rish kerak-ku, to'g'rimi? O'sha ayni o'tish davri deymiz, o'smirlik davrida kasb tanlashga ham ajoyib bir imkoniyat
daqiqalarida o'sha qaysi kasbni tanlash kerak, qaysi yo'nalishga qiziqyapti, taqlid dedingiz, haqiqatdan yo otaga yo onaga yoki ustoziga deylik yoki yaqin bir insoniga taqlidan bolalar o'sha kasbni tanlaydida. Endi ko'p hollarda bilasizmi, mana shu o'smirlar men tushunmaslar olamga kirib qoldim, tushunmaydigan odamlar orasidaman deb stress holatiga ham tushib qoladi. Bu borada ularni mana shunday holatdan chiqarish uchun ham bugungi kunda albatta psixologlar har bir mahallada, maktablarda, to'g'rimi, qolaversa oliygohlarda ham faoliyat olib boryapti. Bu borada o'sha oilada ham psixolog bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida nima deysiz? Bilasizmi, inson hayoti davomida o'zi 3 ta sohada inson faoliyat olib boradi. Birinchisi o'yin faoliyati, ikkinchisi mehnat faoliyati, uchinchisi esa o'qish faoliyati. Aynan mana shu faoliyatlarda o'smir yosh bo'lsin, xoh o'rta yosh davri bo'lsin, xoh bog'cha yosh davri bo'lsin, insonni biz psixologlar ularni to'g'ri yo'naltirishga harakat qilamiz. Aynan o'smir yoshlarni o'sha aytyapsiz, qaysi kasbga yoki o'qish qobiliyati borligiga qarab yo'naltirish kerakligi haqida gapirdingiz. Haqiqatdan ham biz psixologlar bir narsani aytamiz. Aynan o'smir yoshda biz maktablarda ularni qiziqqan sohasiga, nimaga qiziqadi, qiziqishi nima va ko'proq qobiliyati nima, layoqati nima, shularni aniqlab olgan holda kasblarga yo'naltirishni maslahat beramiz. Xuddi yuqorida Surayyo opa aytib o'tdiki, ko'pchilik ota-onalar men shifokorman, sen ham shifokor bo'l, men o'qituvchiman, sen ham o'qituvchi bo'lasan deyishadi. Yo'q, bu narsa xato. Shuning uchun ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardimki, farzandingizni faqatgina qiziqqan sohasiga, masalan, iqtidoriga, layoqatiga, qobiliyatidan kelib chiqqan holda kasb tanlashni to'g'ri yo'naltirish kerak deb o'ylayman. Rahmat ajoyib fikrlar uchun. Aziz tinglovchilar, tomoshabinlar, sizni savollaringiz biz uchun judalar muhim. Shunday ekan, fursat daqiqalarni qo'ldan boy bermagan holda savollarni yo'llashingiz mumkin. Yana bir savol borda, ayrim oilalarda biz kuzatamizki, ota-onalardagi yana bir oqsoqlik, bir kamchilik tomonlardan, jihatlardan biri shuki, farzandlarini ayni shu o'smirlik davrida aytaylik, o'sha farzandini akasi, opasi, ukasi bo'lsin yoki qarindoshini bolasi bilan taqqoslaydi. Kerak bo'lsa o'zini yoshligi bilan ham taqqoslaydi. Men seni yoshimda qanaqa ishlar qilar edim. Bu endi borib turgan tajribasizlik bo'lsa kerak, to'g'ri emasmi? Assalomu alaykum hammaga. Endi har bir ota-ona farzandining tarbiyasiga mas'ul va javobgar hisoblanadi. Keyin siz boya aytdingiz, men yoshligimga bunday edim, sen bundaysan, endi u albatta noto'g'ri deb hisoblayman men. Har bir bolani qobiliyatiga qarab, uning yurish turishiga qarab, uning qiziqishiga qarab unga muomala qilish kerak, uni yo'nalishini to'g'ri tanlab bilish kerak. Bunga albatta biz ota-onalarga murojaat qilar edikki, farzandning o'zining xohishiga qarab, o'zining yo'nalishiga, ana shu nimani xohlayapti, u nimani so'rayapti ota-onadan, qaysi yo'nalishni tanlayapti, shu yo'nalishga imkoniyat yaratib berish kerak deb o'ylayman ota-onalar. Ana o'shandagina biz maqsadga erishamiz. O'shandagina bizning farzandimiz nima deydi? Bir kelajakda jamiyatga bir foydasi tegadigan, bir kelajakda bir el havas qiladigan farzand bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'smirlarda agressivlikning shakllanishiga sabab nimada? Dilafruzxon, marhamat. Oxirgi vaqtlarda eng ko'p tarqalgan narsa agressiya bo'lib, soni oshib bormoqda. Buni sababi asosan 3 ta omilga borib taqaladi. Birinchisi oiladagi nosog'lom muhit deb qaraladi. Ya'ni noto'liq oila bo'lishi mumkin. Otasi, onasi ajrashgan bo'lishi mumkin. Farzandlarini yaxshi tarbiya bermasdan otasi Rossiyada bo'lishi mumkin yoki onasi kechki smenada ishlaydigan bo'lishi mumkin. Bu birinchi omil sanaladi. Ikkinchi omil esa tengdoshlari o'rtasida tan olinmasligi. Bolaning ya'ni qobiliyati bor, o'qishga, ishga, qanaqadir futbol o'ynashga deylik, qobiliyati bor, lekin tengdoshlari uni ajratadi, uni chetga suradi, uni ajratadi. Ya'ni samosenkasi o'ziga bo'lgan ishonchini tushiradi, natijada agressiya kuchayib boradi. Bu ikkinchisi. Uchinchi omil, oxirgi paytda eng ko'p tarqalgani ijtimoiy tarmoqlar. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda odamlar asosan faqat baxtli yashayotganligini, xursandchilik kunlarini, ideal hayotni bilan tushgan rasmini, chiroyli joylarda tushgan videolar, rasmlarni joylaydi. O'smir yoshdagilar uni ko'ryapti-da, nimaga menda yo'q? Nima uchun unda bor, nimaga menda yo'q?
Solishtiradi, miyasida taqqoslaydi. o'zini taqqoslaydida, natijada agressiya kuchayadi. Menda yo'q, men qila olmayman, ham samosenkasi tushyapti, ham o'zini boshqalarga taqqoslash natijasida agressiya, depressiya, stress kabi psixologik holatlarga tushishiga olib kelyapti. Juda ham yaxshi. Bularni- Bizda savol ham bor ekan. Keling, kuttirib qo'ymasdan ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib olib, marhamat, savolni yo'llashingiz mumkin. Qadrdon muxlis, biz sizni aniq va tiniq eshitmayapmiz. Shu sabab aloqa yaxshi ta'minlangan joyga iloji boricha chiqib olishingiz va savolni yo'llashingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Mayli, qayta bog'lanishga harakat qilasiz. Biz sizni aniq va tiniq eshitishimiz kerak, chunki savolingizga javobni yo'llash uchun ham. Marhamat, fikringizda davom etamiz. Aynan mana shu ishda omilda ota-onalar, psixologlar hamda o'sha maktab o'qituvchilari birlashgan holda, kelishgan holda ularni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Demak, zanjir bo'lishi kerak. Zanjir bo'lishi kerak. Ya'ni oila zanjiri birgalikda ishlash faqat psixolog ishlasada, maktabda 4 soat, 5 soat davomida biz ishlasak, lekin uyga borganda ota-ona qaramog'ida bo'lmasa, u o'quvchidan natija kutish yoki unga bo'lgan o'sha jamiyatga bo'lgan tushunchalarini, o'smirlik davrini to'g'ri olib ketishini to'g'ri yo'lga qo'ya olmaymiz. Shuning uchun ham ota-ona, ham psixolog, ham o'qituvchilarimiz, ham mahalla, ko'y tashkillashtirilgan holda birgalikda faoliyat olib borish kerak bo'ladi. Endi yana bir savol bor edi. Oilada o'smir yoshdagi farzandga haddan ziyod berilgan erkinlik yoki yetishmagan erkinlik nimalarga olib keladi? Albatta, mana o'smir yoshdagi farzandi bor ota-onalarga yana 2 hissa mas'uliyat ortadi. Bu o'z o'rnida o'sha boladagi psixologik o'zgarishlar, fiziologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Bu davr o'ziga xos arosat davri ham deyiladi, Shahnoz opa, chunki bola bo'lib, hali unda bolalarga xos ma'lum bir o'yinqaroqlik, sho'xlik saqlanib qolgan davr bo'ladi. Ba'zan esa bevosita unda hali kattalarga xos o'zini taqlidchanligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kattalarga xos bir taqlidni ham o'zini go'yoki katta hisoblash, boshqa katta odamlar qiladigan faoliyatni urinib ko'rish holatlari ham uchraydi. Shuning uchun ham bolamiz bola bo'lib bola emas, katta bo'lib katta emas. Natijada unda o'sha agressiyani, stressni keltirib chiqaruvchi omillardan biri ham shu desak ham bo'ladi. Va bu o'rinda o'sha ota-ona esa o'z navbatida bolamiz hali bola-ku, unga hali ertaroq ma'lum bir tavsiyalarni berishga, maslahat berishga deb uni erkin qo'yish ham holatlari uchrashi mumkin. Yoki bo'lmasa unga endi bu katta bo'lib qoldi, natijada unga qattiq qo'llik qilishimiz kerak deb ma'lum bir o'ta qattiq taqiqlarni ham qo'yish holatlari uchraydi. Bu ikkala holatda ham ota-ona bolaning ruhiyati, uning xohish istaklarini o'rganmagan holatda yondashuv kuzatishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida bolalarimizda mutlaqo ota-onaga nisbatan fikrlarining noto'g'ri bo'lishi yoki ularga nisbatan agressiv holat kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu esa o'sha bolalarimizni ota-ona kerak bo'lsa bolada kechayotgan fikrni o'qiy olishi kerak. Uni erkin ham qo'ymaslik kerak. Uni qattiq qo'l qilib unga juda ham avtoritar usulda taqiqlar ham qo'ymaslik kerak va bolaga faqatgina to'g'ri yo'nalish tushuntirish orqali uni to'g'ri yo'lga kelajakda yaxshi yetuk shaxs bo'lishiga hissa qo'shish mumkin. Rahmat. Bizda qo'ng'iroq bor, savol bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Bir necha marta ularni undan olmadim. Rahmat. Katta tuman umumaktabdan boshlang'ich tuman pedagogik. Savolni yo'llashingiz Aynan mumkin. shu savol meni qiynayapti. Mana ayni damdagi hozirgi zamonda o'smirlar ota-onasi bilan ko'p hodisalar bo'lyapti-da. O'sha ko'p tortishlarni sababini nima bilan saqlash mumkin? Rahmat. Ajoyib savol. Qisqaroq javob berishga harakat qilasiz, marhamat. O'smir yoshlar hozir ko'p ota-onasi bilan tortishuvi o'smir yoshga
uni tushuna bilish kerakda. Ota-ona tushuna bilish kerak. Ota-ona tushunmay uni mana yuqorida aytib o'tib ketdi, jizzakilik qilib turib, sen qayerdan kelyapsan, qanday yo'l qo'yyapsan, nimani o'qiyapsan, nimani tiryapsan emas, u bilan o'rtoq bo'lish kerak. Ko'proq uni yonida bo'lib turib, chiroyli maslahatlar berish kerak. Sen kelajakda albatta jamiyatga kerakli farzand bo'lishing kerak, ya'ni kasb egasi bo'lishing kerak deb u bilan ko'proq bola sifatida emas, o'rtoq sifatida juda ham bir yaqinlik bo'lsa, erta undan albatta kerakli insonni talab qila oladi. Bolaga qancha dakki bersangiz, shuncha undan e'tiroz ko'paya boshlaydi. Rahmat, mulohazalar uyg'unligi uchun mana suhbatimiz so'ngida shunday bir xulosa o'rnida ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir degan ma'noli fikrlari naqadar haqiqat ekanligini anglab yetdik. Tinglaganingiz va tomosha qilganingiz ochiq muloqot eshittirishi va ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.